Geofizika hududidan bitta 3 xonalik uyimiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Asosiy kirish qismimiz 6-qavatda bo'lyapti bu uyimiz. 6 qavatlik novostroykamiz 6-qavatida. Mansardni, ya'ni umumiy kvadraturasi 72 metr kvadrat. Bu yerda общий sanuzel. Chiroyli remontlar bilan qilingan. Bolalarimiz uchun 2 kishilik yotoqxona. Kattalar uchun yotoqxona. Barcha qulayliklar, sharoitlar qilingan, plus balkon mavjud. Primoy aeroport tomonga qarab turibdi. Bu yerda esa oshxonamiz bo'lyapti. Mebel texnikalari bilan shinamgina, kattagina bemalol ovqatlarni tayyorlab, shu yoqda ovqatlansa bo'ladi. Bu yerda esa mehmonxonamiz bo'lyapti. Mehmonxonamiz ham kattagina, shinamgina, chiroyli kvadratli ikkita oyna aeroport tomonga qarab turibdi. Dizaynerskiy remontlari bilan kimda kim Samarqand shahar geofizika hududi Grand Sultanning orqasida budjetni arzon 3 xonalik qidirayotgan bo'lsa, sirroshni bizga murojaat qilinglar. 3 xonalik 6 qavatli novostroykamiz 6-qavatda, bez lift, mansardni, eng past joyi 2 metr bo'lyapti. 72 metr kvadrat, narxini 5 deyapmiz, yana chiroyli qilib savdo qilib olib beramiz. To'liq ma'lumot uchun pastda nomerni qoldiraman. Bemalol telefon qilib olib chiqsangiz bo'ladi. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga обязательно like va podpiska bo'lish esdan chiqmasin. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.